Yengil atletika inson tezligi, chidamkorligi va epchilligini sinovdan o'tkazuvchi sport turlaridan biri bo'lib, bugungi kunda keng ommalashib bormoqda. Muxbirimiz Durdona Eshmurodova lavhasi shu haqda. Surxondaryo viloyati bojxona boshqarmasi va Yengil atletika federatsiyasining viloyat bo'limi tomonidan Termiz shahridagi Alpomish sport majmuasi maydonida yoshlar o'rtasida yengil atletikaning 6 ta turi bo'yicha viloyat birinchiligi musobaqasi o'tkazildi. Unda Termiz shahri va tumanlardan hamda qo'shni Tojikiston Respublikasining Xatlon viloyatidan kelgan jami 200 nafarga yosh atletlar ham ishtirok etishdi. Shuningdek, mazkur musobaqada yosh bojxona xodimlari va bojxona boshqarmasiga biriktirilgan Termiz shahridagi 18-sonli ta'lim maktabi o'quvchilari ham bellashdilar. Qizg'in va murosasiz kechgan musobaqada ishtirokchilar o'z imkoniyatlari, chidamkorligi va matonatini namoyish etishdi. Mazkur sport tadbirlari yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va ularni sportga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim ahamiyat kasb etdi. Shuningdek, g'oliblikka erishgan yoshlar respublika bosqichida ishtirok etish huquqini ham qo'lga kiritib, Osiyo o'yinlariga yo'llanma uchun kurash olib borish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bugun bizda katta bayram. Biz yengil atletika bo'yicha O'zbekiston chempionatiga yoshlar uchun saralash musobaqasini o'tkazyapmiz. Yarim musobaqa bo'lib o'tdi va sportchilar ajoyib natijalar ko'rsatishdi. Sportchilar harakat qilishdi, ishlashdi va men murabbiy sifatida juda mamnunman ulardan. Yaqinda homiylikni boshlagan bojxona qo'mitasiga alohida rahmat aytmoqchiman. Ular tufayli sportchilarimiz taqdirlanishmoqda. Bunday rag'batlantirish bolalar uchun birinchi marta uyushtirilyapti. Umid qilamanki, bojxona qo'mitasi kelajakda ham bizni qo'llab-quvvatlashda davom etishadi. Men sarmurabbiy viloyati Xatlon. Men Xatlon viloyati yengil atletika federatsiyasi rahbari va bosh murabbiysiman. Avvalo Xatlon xalqining salomi hamda samimiy va ezgu tilaklarini Surxon zamini va Termiz shahri ahliga yo'llab qolaman. Biz birinchi marotaba yengil atletika bo'yicha Surxondaryo viloyati ochiq chempionatiga ishtirok etyapmiz. Bundan asosiy maqsad sportchilarimizning mahoratini oshirish va o'zaro tajriba almashishdan iborat. Kelajakda ikki davlat xalqlarining do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlash hamda yengil atletika sport turining jahon arenalaridagi nufuzini yanada oshirish hamda ikki davlat bayrog'ini yuksaklarga ko'tarish uchun astoydil harakat qilamiz. Samimiy qabul uchun rahmat. O'zbekiston Papesh. Bellashuvlar federatsiyaning viloyat bo'limi murabbiylari tomonidan baholandi. Musobaqa yakunida g'olib sportchilar boshqarma rahbariyati tomonidan diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.